sasvyapti? Zebaxon ovqat turib qo'ydim, oshxonaga yetmas. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarg'uchi undan ko'ra oyjonga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar, hech qanaqa ish qilmasam tez charchab qoladimi? Dangasa kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenaying siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan urushtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqaymi? Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveраman. Bering. Sizlar ham kenayinglar, mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Ono Stories Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun mas'ulchining videolarni tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timo qilin, seni hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadilar?